Hammaga salom, sizlar bilan Shohjahon Akramov. Survivalda men osmonga uchishni xohlaysizlarmi? Uning uchun sizlarga men bir uskuna ko'rsataman. Agar video yoqsa like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Agar yoqmasa kommentga yozarsiz. Qani boshladik. Mana bunday qilib uchishni istaysizlarmi? Mana ko'rib turganingizdek 396 blokka uchasizlar. Hozir men kreativdaman, shunga men yo'q bo'lib ketmayman. Hozir sizlarga men buni qurishni o'rgataman. Shunday qilib otkicha ola olasizlar. 3 ta otkicha olasizlar va blok 4 ta blok qo'yasizlar va redstone bilan o'rab chiqasizlar. Ayni o'rtasida reshotka va ichiga TNT qo'yasizlar. Keyin tugmani bosganlaringizda uchib ketasizlar. Agar survivalga bo'lsangiz sizlarni yo'q qilishi mumkin. Shunga sovut va oltin olma va suv olib olinglar. Pastga tushguncha yo'q bo'lib ketmasligi uchun. Pastga shunday suvni qo'yib tushib olasizlar. Kelasi videolarimda uni qurishni o'rgataman. Videoga like va obuna tugmasini bosib qo'ying.